Saturn bugungi video murojaatida nihoyat Muhiddin Mamajonov bilan bo'lgan kelishmovchilikka nuqta qo'yadigan bayonot bilan chiqdi. Muhiddin aka bilan o'rtamizda kelishmovchilik. Assalomu alaykum O'zbekiston. U internetda tarqalgan turli videolarga o'zi ham hayron qolganini ta'kidladi. Internetda ba'zi bir videolarni ko'rib juda ham g'alati ahvolga tushib qoldim va bu muzokaralarga, bu kelishmovchilikka nuqta qo'ymoqchiman. Ammo axir barchasini o'zi aytgandan keyin qanday qilib hayron qolmasligi mumkin? Bu savol esa ko'pchilikning boshida aylanmoqda. Xullas, avvalambor ular men bilan bir narsa bir-birimizdan ma'rifat izlab tanishmaganmiz, bir-birimizdan bir foyda ko'rmaganmiz. Do'stlar, o'rtadagi bo'lgan voqea esa endi bu hayotda shunaqa narsalar bo'lib turar ekan. Ertaga Xudo xolasa men Muhiddin akadan borib uzr so'rayman, egilgan boshda qilich kesmas. Men noldan emas, minuslardan chiqqan yigitman. Bundan tashqari Saturn o'zini kelajak avlod deb bilishni, yoshlar uchun o'rnak bo'lish kerakligini ta'kidlab o'tdi. Men kelajak avlodman va yoshlarga o'rnak bo'ladigan ishlarni qilamiz bizlar bundan keyin. Do'stlar, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa marra juda ham uzoqda, biz harakat, mehnat qilishimiz kerak. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Men yurishimni davom ettiraman. Yomon emas, yaxshi niyat yarim davlat albatta. Do'stlar, Saturn barchasidan chuqur afsusda ekanligini aytmoqda. Biroq juda ko'p kuzatuvchilarning fikriga qaraganda, Saturn endi dastlabki davrdagidek emas. Hozirda u 180 darajaga o'zgargan, go'yoki bosar tusani bilmay qolgandek. Qo'llab-quvvatlab turinglar. O'sha noldan emas, minuslardan, oddiy xalqdan chiqqan yigit sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringizga muhtoj. Gazini bosamiz. Bos o'zbegim. Nima edi? Qochib O'zbekiston kelyapti. Assalomu alaykum O'zbekiston. Meniki aeroportga keldim. Muhiddin akam bilan o'rtamizda sal tortishuv bo'lgandi. Men shuni nuqta qo'ymoqchiman. Xatolar qildim, tushundim, bir yoshlik qildim. Xudo xolasa o'sha sal uzoqroqda turibman. Bitta arzimas keyin sovg'a olganman. Bugun akamlar Tailandga ketyapti. Xudo xolasa birgalikda borib, kechirim so'rab hammasini hal qilamiz. Xudo xolasa men seni tushundim ekan, bu yoningizga olib aka. Men yoshlik qildim, xatolarni tushundim aka. Alloh kechirim. Ha, yana aytaman senga. Seni o'sha kuni efirda ham aytdim senga. To'g'rimi? Ukam, seni Alloh uchun kechirdim. Bunaqa unib qo'ylada senga men birorta yomon gap gapirganman. Hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlab turinglar. Bu bolaga nisbatan yomonligim yo'q. Omadini bersin, men faqat tizaman. Xullas kalom, men bitta arzimas sovg'a olib keldim. Tailand issiq. O'zim bormasam akamga tezda original aka. Quyosh bo'lsa yaqinda original derlar. Qoch amamonga. Akajon, bitta gul kam ekanda. Ammo yigitchilikda bunday holatlar bo'lib turadi. Asosiysi xatoni anglash, undan to'g'ri xulosa chiqarish. Saturn yosh, uni ham tushunish kerak. Qadrli do'stlar, o'z fikringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring.